Andijon Xorazm uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanimizda davom ettiramiz va uning ikkinchi qismida biza jamoamiz vaqtinchalik bosh murabbiy Akmal Shoroshev ishtirok etyapti. Akmal aka, debyut bosh murabbiyligiga o'sha g'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin taassurotlari. O'yin juda ham muhim edi. Xorazm uchun ham oxirgi imkoniyat edi. Shuning uchun o'yin qiyin o'tishini bilardik oldindan. Yarim himoyada problemalarimiz ko'p edi. Bilardik shu ikkinchi taym mana shunaqa bo'lishini. Nima desa bo'ladi? Men kamdan kam o'yindan qoniqaman. O'shanga yutsa ham baribir ham hali ishlaydigan ishimiz ko'p. O'shanga muhimi natija, lekin baribir ham Superligada qolish uchun, Osiyo Chempionlar Ligasida yutish uchun bundan yaxshiroq o'yin ko'rsatishimiz kerak. O'shanga natijadan qoniqib, o'yindan masalan qoniqmadim. Shuning uchun bolalarga ham yechinish xonasini o'zida ham aytdim. Yana undan yaxshiroq o'ynashimiz kerak. Shuni ustidan endi kun kam 2 kundan bir trenirovka qilamiz. Baribir ham xudo xolasa arkadaga unga ham yaxshiroq holatda chiqishga harakat qilamiz. Akmal aka, ikkinchi bo'limda jamoa erta himoyaga yotib oldida. Shundan keyin yana bir marta gol o'tkazildi va oxiri Islom Matkazin tushirilib 5-himoyachiga o'tkazildi. Bunga munosabatingiz qanday? Buni bizga ochiqchasiga aytishga oldida hujumda kuchaytiradigan o'yinchimiz yo'q. Zaxirada yosh o'yinchilar bor, lekin bu yosh o'yinchilar hozir meni fikrim bo'yicha bizga hech qanaqa yordam bera olmaydi. Bu yerda o'yinchilarning gabariti katta, tez, baquvvat o'yinchilarga hozir biz o'yinning oxirida yosh kichkina o'yinchini tushirishdan ko'ra 5 himoyachiga o'tish to'g'riroq deb o'yladim. Natija uchun o'ynadi oxirida. Buni tan olamiz. O'shanga. Shuning uchun birinchi bo'limda tezkor o'yinchilarimiz o'ynadi, ikkinchi taymda o'sha tezkor o'yinchilarimizni olib tashlaganimizdan keyin o'sha o'yinni berib qo'ydik. Natija uchun o'ynadi oxirida ochiqchasiga. Shu. Bektemir Abdumanov ham doim winger hisoblangan, lekin bugungi uchrashuvda o'rtada o'ynadi. O'rtada o'ynadi. Bu aynan o'yinchilarning yo'qligi sababmi? Faqat bu sabab emas. Men o'zi komandada ishlab kelyapman yarim yildan beri. O'shani o'zida ham Bektemirni o'rtada o'ynatish xohlardim o'zim. Shuning uchun Bektemir o'zi ham biladi. Kelganimdan beri Bektemir o'rtada o'ynashni bilasanmi deb so'raganman. Keyin Olimpikda ham o'rtada o'ynaganini aytdi. O'shandan keyin Abdukarim Toirov 4-yo'lda olgandan keyin o'sha 2 kundan beri Bektemir o'rtada tayyorlaymiz. Bizga o'rtada tezkor, kreativ o'yinchi kerak. O'shanga atakani tezlashtiradigan o'yinchi sifatida uni tanladik. Menimcha birinchi taym bu ko'p foyda berdi. Yana dalshi o'rgatib o'sha yerda o'ynatamiz. Shu pozitsiya. 26-kuni Andijon uchun eng muhim bahs kutib turibdi. Arkadah bilan o'yinga. Agar ushbu holatda yana durang oladigan bo'lsa, jamoa guruhda qolib ketishi mumkin. Buni bilamiz o'zimiz ham. Shuning uchun bugungi o'yinda ham tavakkal qilib 3 ta hujumchi bilan chiqdik. Ochiqchasiga 3 ta hujumchi bilan qattiq riskovat